Agar siz Rossiyada bo'lsangiz, u eski nomerlaringiz bo'lsa, 2-3 yildan beri ishlatib yurgan, u nomerlarni ko'pchilik biladigan bo'lsa, endi saqlab qolishning imkoniyati bor o'rtoqlar. Hammaga o'zi sir emaski, oxirgi paytlarda SMS-lar kelyapti, to'g'rimi? Sizni nomeringiz yaqinda o'zi blokka tushib qoladi degan. Assalomu alaykum hammaga. Har doimgidek sizlar bilan Murod Qodirov do'stlar. Bugun foydali inshaalloh ma'lumotlar bilan sizlarga ulashishga qaror qildim. Men xudo xolasa o'zimni 7106, ya'ni hamma biladigan 7106 nomerimni saqlab qoldim. O'rtoqlar, bu hamma singari, ko'pchilik singari birov nomiga olingan, ya'ni biz o'ylaganmiz shu paytgacha biz pasport olingan sim karta deb o'ylaganmiz. Agar siz Rossiyada bo'lsangiz, sim kartalaringiz o'sha oldin 2-3 yil oldin aeroportlar yoki bo'lmasa fermasda tarqatishgan bo'lsa, biz pasport. O'rtoqlar, endi mana shu sim kartani saqlab qolishda yo'llari bor. Hozir videoni oxirigacha ko'rsangizlar, inshaalloh sizlarga manfaatli mana shu qanday qilib saqlab qolishni yo'llarini o'rgataman o'rtoqlar. Bundan oldin kanalimizga yangi bo'ladigan bo'lsangiz, obuna tugmachasini bosib qo'ying inshaalloh va mana shu videoni do'stlaringizga tarqatib qo'ying. Ular ham mana shu ya'ni sirlardan boxabar bo'lsin. Demak, videomizni boshladik o'rtoqlar. Alaykum assalom. Mana provallaringiz bilan tabriklayman. Rahmat. Mana Murod aka Qodirovning kanaliga obuna bo'linglar. Hammasi qoidaviy. Nima aytgan bo'lsalar, hammasini iloji boricha harakat qildilar. Mana aka bugun ekzamenga kelib, bugun provalarni oldik. Ishonchli, hammasi ishonchli. Hech qanaqa bu yerda falshiviy degan narsa yo'q. Hammasi originalni. Har doim bazadan chiqadigan provalar. Men o'zim shu jiyanlarimga ham shu yerdan qilganimda, o'g'limga shu yerdan qilganda, hammasi hozir ish bilan ta'minlangan, o'zlari ishlarini yaxshi qo'yib olgan, ishlayapti. Ekskavatorda, karada shunday ishlab yuribdi. Surxondaryoliklar bor bo'lsa, qo'shilsin kanalga. Men yaqinda bordim, qanday qilib saqlab qolsam bo'ladi? Ya'ni kimni ism familiyani aytyapti. Ism familiyani aytyapman, boshqani nomiga olingan. Biz o'ylab yurganmizki, shu paytgacha biz pasport olganmiz. Mana shu nomerda deb o'ylaganmiz. Lekin u kimningdir nomiga olingan ekan, prosta u pul uchun tarqatishgan bizga. Men aytyapman o'zim, yo'q, bu sening nomingda emas deyapti pasportni ko'rib. Xullas, agar sizda yaqin yoki bo'lmasa boshliqlaringiz bo'lsa yoki bo'lmasa umuman rossiyskiy pasporti bor tanishingiz bo'ladigan bo'lsa, shularga iltimos qilsangizlar, sizni nomingizdan ularga familiyat qilib beradi. Keyinchalik ozgina vaqt o'tgandan keyin uni nomidan yana o'zingizning pasportingizga familiyat qilib olsangiz bo'ladi. Sharti qanaqa? Menga savollar berishdi o'rtoqlar. Birinchi savol, eng ko'p telefon qiladigan raqamingiz dedi. Ayolingiz yoki bo'lmasa boshlig'ingizmi? Xullas, o'zlaringiz bilasizlar. Mana savollarga tayyorlab borishingiz kerak. Ko'pchilikka savollar tushar ekan. Qaysi nomerga oldindan ko'p telefon qilib berasiz? Mana shu nomerni aytishlaringiz kerak. Ikkinchi nimasi, qachon oxirgi marta pul to'ldirilgan hisob raqamiga? Uni ham SMS-larga kirib bilib olsangiz bo'ladi. Mana shu savollarga to'g'ri javob berganingizdan keyin sizga ya'ni rossiyskiy pasporti bor do'stingizga yoki bo'lmasa boshlig'ingizga mana shu nomerda nima qilib oladi? Ya'ni familiyat qilib oladi. Undan keyin o'zingizga yana familiyat qilib olsangiz bo'ladi. Agar siz biznes egasi bo'lsangiz yoki bo'lmasa mana shu nomerimni yo'qolmasin, dalcha ishlataman desangiz, mana shu yo'llarni qo'llasangiz bo'ladi. Iltimos boshlig'ingizga aytsangizlar, xudo xolasa menimcha boshlig'ingiz yo'q demaydi yoki bo'lmasa tanish birodarlaringiz faqat rossiyskiy nimasi bo'lishi kerak ekan, pasport, гражданство bo'lishi kerak ekan. Mana shunaqa qilib siz o'z nomerlaringizni saqlab qolsangiz bo'ladi. O'rtoqlar, sizlarga videolarimiz manfaatli bo'ldi degan umiddamiz. Mana shu videoni yaqin birodarlaringizga, tanishlaringizga, gruppalaringizga yuborib qo'ysangiz, inshaalloh manfaatli bo'ladi. Biz Pskov shahridan bu efirlarimizni olib bordik. Imtihonga kelganmiz. Bilasizlar, ko'pchilik odam biladi, bilmaydiganlar uchun biz spesifikalarga prova olib beramiz. Xudo xolasa imtihonni o'tganmiz. Уже hozir mana shu prova olguncha shunaqa vaqtlarni o'tkazib nima qilib turamiz. Уже xudo xolasa sizlarga shu videoni ilishay dedim. Salomat bo'linglar. Kimga space texnikalarga prova olish kerak bo'ladigan bo'lsa, biz yordam beramiz. Space texnika, ya'ni ekskavator, traktorlarga o'rtoqlar. Nomerimni pastda qoldiraman. Sog' bo'linglar, salomat bo'ling. Inshaalloh mana shu 7106 dalishi ishlaydi.